Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan bugungi komandamiz bilan mafiya o'ynaymiz. Ko'rish olsanglar bizda ikkita kamera ishlayapti, oldinda orqada, ovozimiz hammada bor. Demak, videoni boshlashdan oldin videoga kommentariy plus like bosib, podpiska bosib qo'ysanglar hammasi xursand bo'lgan bo'lardi. Biri like malades. Bo'lmasam biz mafiyamizni boshlaymiz. The Godfather muzikalarimiz tayyor hammasi. Men jinchi gapiraman, bilmayman lekin. Yo'q, yaxshi. Bizda karta tarqatishni boshlaymiz bo'lmasam, bitta. Hamma tayyormi? Da, bitta shum boshlaymiz. Va biz kartalarni tarqatishni boshladik. Da, bo'lmasa biz karta tarqatishni boshladik. Ey, qo'sh naqa prikollarning qiziqroq ketadi nabarot. 75 million. Da, o'shancha o'taman-da. Boyagida Hamma bemalol o'tirsin. his qilinglar, video olmayapti-da. Boyagida anaqa zo'r qilib o'ynaylik. Yana Hamma yetdimi hozir karta? video bo'lgancha hamma bu yoqda Hamma kartasini oldimi? Ko'rib oldimi? Tanishib oldimi? Bo'ldi, mana bu to'g'ri ekan. Bu kartani o'ynaymiz, chiqarib olamiz. Okey, hamma o'zini kimligini bilib olgan bo'lsa, biz bir-birimiz bilan tanishib olamiz. Biz hozir Fransiyadamiz. 2000-yilda takoy Fransiya oqshomida yuribmiz. Xo'sh, общий aholi yig'ildi bizda. Bizga ikkita mafiyani qidirib topishimiz kerak. O'sha biza dasturlarni bajarishimiz uchun ketdi. Bir-birimiz bilan tanishib chiqamiz. Siz kim bo'lasiz hozir? Men eski sotuvchiman. Eski filmlarning tagida. O, ana. Yangiobod bozorida ishlaysiz bo'lasiz. Yangiobod bozor. Siz kim bo'lasiz bu yerda hozir? Kimga kim bo'lasiz o'zi hozir? Sen kim, bu kim, bu kim? Ismim bor. Ismi, stop, brat ismlari kim? Yangiobodda ishlaygan. Josuf. Bratan Josuf degan. Anom bordi-yu. Yusuf. Ekskursiyachi bo'ladi-yu, odamlarga tushuntirib gitlar qarang. Siz gitsiz bo'ldi. Git. Bo'ldi. Eskilarga kirgizib turing, odamlar. O, ana o'sha ikkita ana o'ylab boshlanyapti. Kimdan shubhalanishni bilsanglar bo'ladi, til topishyapti. Sразу tashaveling. Hali ochganimiz yo'q, biz aqlli. Qanday bo'lishi mumkin bizda? Siz brat kim bo'lasiz? Kimga kim siz o'zi? Men ofitsiant bo'la qolay. Oddiy ofitsiantsiz. Oddiy bir kichkinagina bir stavochada pireshka sotasiz. Ismingiz nima? Ismim Fransiyada deyiladi, Francesco bratam, qo'ygacha. Siz kim bo'lasiz? Elchiman. Elchi? Просто elchisiz. Ismingiz kim? Ismim Nargiz. O'zim ismim. Nargiz. Fransiyadagi Nargiza xonim. Tanishib olsangiz bo'ladi. Elchi. Siz kimga kim bo'lasiz o'zi? Mamma. Balaro turay, cho'chimasin. Biznesga qo'shilasizmi? Kim bo'lasiz? Sotuvchi bularga. Eski sotuvchi. Ishchimi? Qanaqa ishchi? Ishda bosh bitamizga qaynamaydi. Ey, Hamkor. chunta bilan qaynatib. Yetkazib beruvchi bo'lib tura qolsangiz. O, elchimiz. O, yaxshi. Normal, o'sha hamma bir-birini tanishib boshladi. Qo'shni bo'lib chiqyapti. Siz brat kimga kim bo'lasiz? Man futbol komandasiga kerakli odam Mbappe. 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 Ispaniyadayu. Hozir Ispaniyada-yu. Bizga vashi Fransiya farqi. klubida o'ynaydi-ku. Davlatlar Davlatlar. Ushasizmi aka? Ushasizmi? Birga ko'rolmasdan. Nigeriyada tug'ilganda. Fransiyada ham tug'ilgan. Mbappe akamizni, Kylian. Komandada Fransiyada. Kylian Mbappe. Okey, oxirida siz kim bo'lasiz o'zi hozir? Ana, muzeyda turgan jingalak xonim. Mona Lisa. Men o'sha Mona Lisani Chizgan. qorovulman. Yo'q. Ana qarab turaman-da, qaraychi o'g'lab ketmasin. Security'da ishlaygan opamiz. Yaqinda bizani taqinchoqlarimizni o'g'lab ketdi, endi ishlamas edim-da. Kim Police- mafiya bo'lsa ko'madi. Police woman bizdan shu yerda ekan. Okey, bo'lmasam, endi bizlar hammamiz bir-birimizni hayotda tan olganimizdan keyin kechadan tushib qopti, uxlaydigan payt bo'lgan. Birinchi tunimizni sekin boshlab olamiz. Hamma ko'zini yopsin. Bizning tun hamma ko'zini yaxshilab yopsin, g'irromchiliklar bo'lmasin va biza mafiyozlar bir-birimiz bilan tanishib olamiz yaxshilab. Ikkita mafiyoz bir-biri bilan juda ham yaxshi tanishib olishdi. Ana endi bizada mafiya ko'zini yumgan holatda doktorimiz o'zini tanishtirib o'tadi. Doktor bilan ham tanishib oldik. Okidoki. Endi komissar o'zini kimligini bitta ko'rsatib o'tsa, komissar bilan ham tanishib oldik. Aha. Ana endi bo'lmasam biza umumiy kun qismiga o'tib olamiz. Hamyonada xo'rozlar.
Xo'rozda qichqirgan ertalabdan quyoshli tong, hamma juda ham baxtli va kimdirdan shubha qotdimi hozirdan? Agar shubhali bo'lmasa, sraz bir-birimizni otishni boshlaymiz. Hali bizga o'g'irlar kelgani yo'q. Nu kutyapman. Ish qanday bizda? Eski bozorchilarda nima gap? Eski bozorchilar. Tinchmi? Shubhalilar yo'qmi? Birini sotyapti, mafiyachilar. Turistlar orasida begona shaxslar ko'rmayaptimi? Aha. Shubhali shaxslar. Biladimi, olib kelamiz, olib Git kelmaymiz. opamiz, nima gap sizda? Kelib turibdimi? Kelishyapti. Neda? Aha, sizlar nima gap? Novoy biradan? Yo'q, ofitsiant aka. Klientlar normaling, choy chaqib berib turishibdi. Mafiyalar bormayaptimi hali? Odam yo'q, cho'ta. Endi keladi mafiya. Aha. O'g'irlar ketyapti. Atakiga tayyorlanishyapti hozir. Yaxshi, Bizlar yaxshi. tayyor turibmiz hozircha. Kiraz zanjirlashim kerak tegishini. Okey, bo'lmasam hech kichkina shubhasi yo'q hozircha. Yo'q. Hozircha yo'q. Hozircha hammasi yaxshi, bo'lmasam biz ikkinchi tunimizni boshlab olamiz. Hamma ko'zini yuvmadi. Bizada ikkita mafiya kechasi uyg'onadi. Bir-biri bilan kelishgan holatda kimnidir otib yuboradi. Kimnidir otadi. Otyapti kimnidir. Okey, otilgan odam aniq bo'ldi bizada. Hozir bizada doktorimiz uyg'onib, kimnidir davolaydi. Okey, doktorimiz davoladi kimnidir. Komissar uyg'onadi. Komissar uyg'onib kimdandir shubhalanib ko'radi. Kim ekan mafiya bizada deb. Bizada mafiya kim? Aha. Komissarimiz o'zini shubhasini aytib o'tdi. Buni topdimi, topmadimi o'zi juda ham yaxshi biladi va bizada sekingina tong ottirib olamiz. Fransiyadagi tong, hammaga xayrli kun va biz bir kishini yo'qotdik. Jurnalizatrikmi? Jurnalizatorlik hozircha sizga hech kim o'g'irligi tushmadi. O'ylab ko'ringlar, kim otilib ketdi oramizdan? Elchiman. Bizda eng brand, Sizga tashlab ketaman. Manda. eng dishofka Dushovka degan. Dishofka ishlaydigan odam, eng kam pul topadigan odamimiz, balki ko'p pul topar, lekin ular otilib ketdilar. Ofitsiant akamiz mirni jitili edi bizada. Mafiyalar ikkalasi kelishib otib yuborishdi, doktor esa topa olmadi. Mafiya restoranda yurgan ekanda. Mafiyalar bugun ujinni restoranda qilib nima deylardi? Gittiyoniga yo'lga chiqdi. Gittoniga yo'lga chiqib ketgan. Okey. Bo'pti, kim otishi mumkin edi akani? Bilmadim endi nima qiladi, men boladan shu. Mana boshqa lekin mana Odamidan shubhalandingiz lekin. anaqa o'sha anaqa boshlatdinglar ham. Okey, siz gumoningizni aytdingiz. Hozircha o'yinga qo'shishni bitirasiz, okey? Bo'ldi. Biroq gumoni sizni bo'ylayapti. Xo'sh, sizlar nima Nimaga qo'shilasizlarmi? Bilmadim, o'zingiz sal boshqacha o'tirasiz, chunki oldin sal spokойныйroq o'tirdingiz. Hozir asabiylashib. Bilasizmi nimaga? Yo'q, bilasizmi nimaga? Top qo'ydingiz. Yo'q. Videoga. Ha. Men ko'rsataverasam, mana qasdish bor. Voy, O'ziga bordingiz ekan Nargiz. Mana qo'rqdi, boyatdan. Yo'q, men sizga aytayotganim yo'q. U orqasidagini aytyapman. Mayli. Fikringiz kim? Tashakkur. Endi Siz ham o'radingiz-a? Hozir chiqib Qolganlar nima deb o'ylaydi? Agar men deb o'ylasanglar, keyin men balki o'zimni oqlab ko'raman. Bo'lmasam, kelishyapsizlarmi? Yo'q, o'zi shunaqa yo'q. Hozircha bular deb o'ylamayapman. Berdilar kim, nima qilamiz? Oddiy o'tirib qolsam. Hozircha gapirayotgan balki mafiya chiqadi. men xursand bo'layotganim Mona Lisa tirik ekan. Hozircha aniq faktlar yo'q, lekin rostdan bular o'sha o'zini qaltirab tutdi. Yo'q, men ular deb Voy, o'ylayman. lekin bitta narsa, sana ochganing bilan mana qilish boshlading sana. Men o'zi bo'yda shunaqa qilaman. Iloji boricha olib qo'shyapsiz. Bizda umumiy xulosalar kelib chiqdi, уже ovoz berishga o'tamiz. Okey, birinchi bo'lib bizani kim edingiz? Elchimizga kim ovoz beryapti bizga? Elchimizga ikkita odammi? Ikki qilib turasiz, qo'yingiz adashib ketmaslik uchun. Bir ham ikki qilib turing, bo'lmasa adashib ketaman. Eski tutkilarga kim ovoz beryapti? Ovoz bersa Eski tutkilarga ovoz siz bersiz bo'ladi. Eski tutkiga ovoz yo'q. Mbappega kim ovoz beradi?
Mbappe'ga. Kylian Mbappega security woman Lekin ikkita hali ovoz. aniq atvet etmadilar, просто taxmin qildi. Okey, keyin oxirida o'zingiz oqlaysiz. Ikkitadan ovoz qo'ying, ikki qilib to'yinglar prям. Okey. Ikkita kim ovoz berdi bularga? Men. Hasan. Ha, ikki kishi ovoz berdi. Hozir bitta manda ovoz Ikki kishida qoldi. ikkita ovoz qoldi. O'zi ovozlar qolmadi. Uje qolmadi. 2-2 bo'ldimi? Shunda ikkalanadi. Ikki bor. Ikki kishi o'zini oqlab ko'rsin, kim ovozini oladi, olmaydi. O'zingni oqla, davay, ket. Elchi har doim kerak boshqa davlatlar bilan nimaydi? Ana, connect qiladi. Elchi o'zini Boyatdan oqladi. beri anaqa sal bilan qo'lni anaqa qilib qo'ysa ham sraz yo'q hammasini ketadi. Boyatdan beri menga qo'l ko'taryapti-da. Yo'q, ular kamerani ko'rsatadi. Siz sraz yo'q emasmi? O'zingiz anaqa qilib ketyapsiz-da. Yo'q, rosa boyatdan beri menga mamlaqa qilyapti. То есть to'g'ri. Ular kamerani ko'rsatadi. Yo'q, boyatdan beri dushman bo'lyapti menga. Okey, Nargizadan kimdir ovozini oladimi qaytarib? Yo'q, Hech kim olmaydi. Siz ovoz oldirib ko'ring kimdirdan. Nargizaga o'tkazib yuboring siz. Men bular просто oddiy aholida просто tavakkal qilyapsiz, lekin go deyapsizlar. Lekin men chiqishdan qo'rqmayman. Agar chiqarib yubormoqchi bo'lsanglar, ya'ni men deb o'ylayotgan bo'lsanglar, chiqib ketaveraman. No, Siz chiqib ketsam keyin yutqazishinglar mumkin. Shu gaplardan keyin sizlar nima deb o'ylaysizlar? Rostdan. Balki yutarmiz. O'zingizlar Himoya bilasizlar. qilish kerak, boshqa davlatdagilar shuni bilmaydi. Hop bu kishiga kim ovoz berdi? Okey, boshqatdan endi Elchixonadan kelgan Kim bular, ovoz berdi? elchixonadagi odam, kirili odam. Okaga kim ovoz beryapti hozir shunda? Kim ovoz berdi? Ikkalaylar ovoz beradi. Shirin bilan Nargiz bilan Shirin. Shirin bilan Nargiz. Nasıl ovoz berdi? Ovoz berdi. Bo'ldi, boshqatdan. Ha, tushunib oldik. Okey, qaranglar, bitta fikr eshitamiz. Shirinni fikri. Chavron bilan Nargiza turibdi. Bizada hozir 4 ta qizmiz. Sekin. 4 ta odammiz. Bizning Ikkita bo'lib qolyapti, to'g'rimi? Ha, xuddi shunaqa. Bitta odam o'zgartirsin. Biz ikkalamiz qoldik. Sen manipulyatsiya qil bo'lmasa kimgadir. O'shalardan bittasi ovoz bersin. Men hozir Boshidan ovoz bering, hamma ovoz bersin, faqat ikkalamizga. Davay ish ko'rasiz. Nargizaga kim ovoz beryapti? Yurist qizimizga. Ikki kishi ovoz beryapti. Ikki qilib turing. Ana mana 3 ta odam. Sizlar qolyapti. bermaysizlarmi? Sizlar ham ovoz bering. Ovoz berishinglar kerak, kimga beryapsiz? Ha, bo'ldi, men. Ana, значит, siz davay. Nargizaga ikkita ovoz bo'ldi. Okaga kim ovoz beryapti? Mbappe akamizga. Mayli, shu keta qoling Sen Ispaniyaga. ovoz berishing shart. Unga bekor ovoz bersan beramiz. Kimga? Bularga. Hozir уже faqat ikkalasi Yo'q, o'rtasida hop. ketyapti ovoz berish. Ispaniya keta qolsin. Xato. Mbappe'ga kim ovoz beryapti? Qo'lni ko'tarsin. Bekor qilyapsizlar. Men aholiga kirili bo'laman. o'zlarini oqlayaptilar. Boyatdan beri Oqlash kerak-ku, oqlash. Mashina chiqaraylik. Bir marta shuni chiqaraylik. Oxirgi marta ovozimiz. Ishon. Ustalik. Hech kim gapirmaydi. Boshqatdan xuddi shu narsani повтор qilamiz. Korоче, Okey. 2-2 bo'ldi. Shunaqa qilib tunga o'tamiz. Hamma uxlaydi. mafiyada ham bor, ovoz berish omad degan. Hamma uxlaydi va bizada ikkita mafiya uyg'onadi. Ikkita mafiya uyg'ongan holatda bir kishini otadi va doktor kimnidir qutqarishga harakat qiladi. Doktor undan turib kimnidir qutqaradi va komissarimiz uyg'onib kimdandir shubhalanib ko'radi. Komissarimiz shubhalanyapti, shubha ostida qoldi ko'pchilik inson va komissarimiz deyarli topdi. Bizada tun bo'ladi. Ertalabdan Fransiya tomoniga yana bir marta bizda qanday qarshini aytinglar. bizda otilib ketdi bir kishi, doktorimiz davolay olmadi, komissarimiz esa topdi. Okey. Bizda chopilgan odam esa Men deb o'yladim. Bizda chopilgan odam esa yo'q, siz emas, adashdingiz, Mbappe hali yashaydi. Eski kuchli bratanimiz, siz joyingizni boshqaga bo'shatib berasiz, afsus. Sizga topshirdim narsalarimni. Bozor ko'p sizni tekis chopordida-ku. Bozordan chopildingiz bu yoqqa. Kimni deysiz? Kimni deysiz? Ko'rsating rostdan. Bizda bozorchi mirni jitelimiz edi. Adashdingmi? Kim deb o'ylayapsiz? Yordam berdik. Okey, nimaga? Nimaga? Bu yerdan beri o'zini olib qo'yishyapti. Libbo odamga shuna qaryapti. Men qachon sizga Qarab qaradim? qolsa, Boya yo'q, men men boshlagandan rost o'zini beri oqladi. endi menga emas. Men sizni boyadan beri qarab turibman, u qiz ham sizga qarab qolsa, qochasiz. Bu bola ham qarab qolsa qochasiz. Qaranglar, rostdan aytyapman. Men fikrim shu. Kattaga Katta rahmat. Rostdan aytyapman, men emasman. Rostdan odamga kerakman. Men Odamlarga xalq. mana. Shunaqami? Hozircha
Hozircha to'g'ri aniq bilmayman, lekin mafiya men emasman, rostdan. Lekin men yana o'ylayapman. Agar ko'zlarga qaraydigan bo'lsa, mana bu ko'zlarga qarayman. Yo'q, men Shirin o'zini takoy oqla oldi, sizga gap, siz nima deysiz? Ko'ziga qarab. men o'ylayotgan Nargisni Hozir hozir ko'zga qarayman. men eshitlarim. Jim tuylar, hozir ushta shiymanlik, ya'ni Короче, bitta eshitdim. komissar topdi deganidan keyin Nargisa vay dedi. Сразу reaksiya berdi. Lekin bu o'yinlar bo'lishi mumkin. Aha, chalg'isham bo'lishi mumkin. Ne o emotsiya. Siz kimni o'ylayapsiz, Nargizani? Kimni o'ylayapsiz? Значит, bo'ldi. Lekin rostdan qaranglar, bo'lishi mumkin. Agar mafiyani qo'lingizdagi. Hozir tiyadim. Uryapti. Siz mafiyani. agar mafiyani komissar qatdan topib olsa, komissar ya'ni mafiyani topgandan keyin mafiya xotiriga tushishi mumkin. Rostdan bu reaksiya to'g'ri kelyapti. Da, bizda komissar ham tirik bo'lgani uchun, fikr oxiriga yetkazamizmi? Komissar tirik bo'lgani uchun, Bitta gap ayting. xo'p. Himoya qilish kerak, shuni bilib olinglar. Aholini, to есть. Da, komissar aholini Fikrga keldik-da. himoya qilish kerak, uni ham vazifasi bor. Oddiy aholiga yordamlashish kerak. Kim mafiyaligini assilkalar bilan berib ketsa bo'ladi. Kim oramizda komissar bo'lsa ham. Tushunarli? Endi fikr. Endi bo'lmasam, bizda Git opamiz Men Nargisaga ovoz berdim. Nargizaga ovoz beryapti. Ikkita, uchta ovoz Nargizaga. Eski tutkichi opamizga ovoz yo'q. Men ovoz bersam bo'ladi. Bersang bo'ladi, sen bemalol. Menga ber. Mbappega ovoz. Mbappega ovoz yo'q. Mona Lisani qo'riqlab o'tiradigan security womanimizga Men bularga berib qolaman. ovoz yo'q. Va oxirgi ovoz bularda qolyapti. Biluvdim-da, chunki Da, qaranglar rostdan taktika Lekin zo'r. men himoya qilishim kerak, shuni. Taktika zo'r, Nargiz. Mafiya topilgandan keyin unaqa Hozir eng ko'p qo'yiladi. eng ko'p ovozimiz bizda Nargizaga berilyapti. O'zing oqlab ko'r, ovozini olsa sen qutulib qolasan. Aytayapman, boshqa davlat insonni himoya qilish kerak. Masalan, Turkiyalik bo'lsa-da, Turkiyaning qonunlariga ko'ra Turkiyada odamni himoya qilish kerak, to'g'rimi? Terroristdan ham, boshqa narsadan ham, mafiyalardan ham, to есть. Shunga Okey. vahsiy ekanman lekin. Bo'ldimi, o'zing oqlashing shu bilan iboratmidi? Bizda ovozdan o'zgartiradigan odamlar bor. Nargizaga kim ovoz beryapti yana bir marta? Ha, men. Nargizaga 3 kishi ovoz beryapti. Boshqa bizda ovozda o'rni qolmaydi. Nargiza sen taklif silliqqina sariyog'dek chopilyapsan bu yerdan. Kim eding ochgan? Nargiza bizda Fikring yetib ket, xatsiyam fikring yetib ket. kimni bo'ylayapsan? Atsilkalar berib yetib ketsang bo'ladi. Topdim. Boya. Xo'sh. Bo'ldi, tushundik. Topdim. Tushundik. Xo'sh. Tushundik. Davom qildirmadi qo'yadi. Bo'ldi, tushundik. Hali Yetib kim keldi. qaranglar, kim kirik shuni aytib olinglar. Mana 4 ringlar. Ikkita Endi mafiya. Ovozni men gap bildinglar. Bizda Endi men gapiraman. stop, mohi gapiryapti, eshitamiz. Okey. Hop, bu mafiya, mafiyani yordamchisi o'tman bular. Git opamiz bilan Yussali javob. Sotib yuboring. Bo'ldi, keyingi o'yin men o'ylar ekanman. Kartamni beraman, ochib oling. Keyingi o'yin bu kishi chopiladi. Chunki bu mafiya, bular mafiya. Bu boshqa gap. Yo, rostdan ishon. Yo'q, rosti sen Men mafiya eshitilaydi. Hozir to'xtanglar, Men to'xtanglar. eshitilam. Meni eshitib. Hozir foydasi yo'q. Bitta qoldi meni eshitib. O'yinni Yo'q, boshlash qarang. kerak. Hozir tun bo'ladimi? hozir ovoz beramiz. Ha, ovoz beriladi. Ovoz Hali berildi-yu, bitta bo'ldi, bo'lmadi-yu. ketdi. Уже katta ovozdan keyin, bo'ldi bo'lmasam tun, davay qilaylik. Doktor bitta mirniy, ikkita mafiya. Da, bizda bitta doktor, bitta mirniy jitel va ikkita mafiyamiz bor. Tun bo'lyapti, ikkita mafiya uyg'onadi. Ikkita mafiya uyg'ongan holatda kimnidir chopadi. Kimni chopamiz? Mafiyalar o'ylashyapti. Kimni chopamiz deb o'ylashyapti. Okey. Mafiyalar bir kishini otdi. Bizda doktor uyg'onib, kimnidir davolaydi. Okey, doktorimiz ham kechasi bilan bo'lib o'tgan operatsiyada kimnidir davolashga harakat ko'rdi. Erta tongda bilamiz, u odam komadan chiqdimi yoki chiqmadimi. Doktorimiz shuncha harakat qilib davoladi, lekin boshqa odam davolab qo'ygan ekan, shuncha uyg'onsa, bizda tun o'tdi. Kun degan. Kun. Bizda kun bo'ldi. Doktorimiz boshqa odamni davolab qo'ydi va bizda Git opamiz oramizda yo'q. Kim edingiz? Git opamiz o'rnimizda yo'q. Karta ochilmaydi. Ozgina o'qib olinglar, kim ochishi mumkin edi Git opamizni. Ili kartasini ko'rsatib Lekin yuboramiz. ishoninglar, mafiya O'zini oqlab agar men chiqsin. mafiya bo'lganda opam otmasdim, rostdan.
Opam bilan Demak, kelishib yo'q, sal yo'q. cho'porar, ishoninglar. Rosa endi o'ylab ko'rmay oxi, sen hozir boyadan beri shirin deb o'tirsan. Ishon. Opam, Ikkita dona mafiya qolgan, bo'pti shirin. Men bilan bular bo'lish mumkin agar mafiya bo'lsa, ikkalamiz bo'lamizda. Hozir oramizda Mafiya qoldi, sinib kelinglar qoldi. Mani eshitamiz, kim borligini aytib beraman. Bizning oramizda hozir 3 kishi qoldik o'zi. Bitta mafiya, bitta doktor, bitta mirnimiz. Yo'q, Da. Bitta mafiya, bitta odam, bitta doktor. Ana endi shunga qarab asosiyat qilishinglar mumkin. Mafiya deb o'ylayman. Yo'q, bizda shunaqa hozir. To'g'riroq don mafiyani otdi. Da. Hozir shunaqa ish bo'ldi. Chiqarib yubordi. Просто shu gap aytmoqchimansin. Mayli, aytilib ketdi. Endi kimdan shubhalanyapti? Oqilinglar bir-biringlar. ishongan. Rosa oqlayapti. O'tgan safar don bo'lganda ham men nima bo'ldim? Yo, rostdan ishon. Okey, sizlar kelishirin deb o'ylayapsizlar-da. Opam bo'lganda opam ikkalamiz sizlar cho'porardik. Gapirishga tilim bor, lekin haqqim yo'q. Xo'sh, kim Ovoz olishni boshlaychi. ovoz olish sirasi boshlayveramizmi? Okey, eski tutkichi opamizga kim ovoz beryapti bizada? Hech kim ovoz bermayapti. To'xtang, o'ylaylik. Ha, beryapsizmi? Ko'taringlar bo'lmasam. Moqchiman demadingiz. Davay, bo'lmasam. Eski tutkichi opamiz. Eski tutki. Mayli, berdim. Eski tutkiga Mana. ikkita ovoz. Okey, hozir biz fikrimizni o'zgartirishimiz mumkin. Kylian Mbappe'ga kim ovoz beryapti? O'zi otgan. Berismi eski tutkichi? Yo'q. Eski tutki Mana beryapti. tashkil Ha, bizada Mona Lisani Men portret o'zgartirdim siringa. Rostdan ishoning. Yo'q, bo'ldi, men shu oxirgi qaror siringa o'zgartirdim. Okey, Shiringa ovoz berayotganlar soni qo'yinglar ko'tarib olsanglar. Shiringa 2 kishi ovoz bersa, bitta o'zingni oqlab ko'r. Qaranglar, yutqazasiz lekin. Jim o'tirgandan qo'rq degandek. Qarang. Balki aka mafiyadir. Ma, Shirin, balki opa mafiyadir. Sen nima oqga yetashyapsan? Balki aka mafiyadir. Kylian Mbappe mafiyadir. qarang. Kim hozir kimga kerakligini bilib turmadi. O'shaning uchun men aynan kimligini bilib turib ovoz beryapman. Men opam bilan kelishib, sizlarni cho'porsam bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh, bu fikrga qanaqa qaraysizlar? Hozirda Kylian Mbappe ikki o'rta orasida qolib ketdi. Eng yomon ko'rgan situatsiya. O'ylaylik deyapman. To'ppa-to'g'ri yutish kerak. Otib tashlab hayvonlar deydi. Yutish kerak, yutish kerak. Deydi. Xo'sh, bo'pti, oxirgi qarorni yana qabul qilamiz. Shirin o'zini oqlashga harakat qildi. Qaytadan ovoz beramiz. Eski tutkichiga ovoz, eski tutkichi opaga ovoz, bitta ovoz. Kylian Mbappe'ga ovoz. Yo'q. Mona Lisamizni qo'riqlab yuruvchi, kechalar bilan uyg'onib chiqib Mona Lisani qanchalik asrab avaylab security womanimizga ovoz berayotganlar qo'lini ko'tarsin. Tamam. Bir dona ovozmi? Men bu bechora. Kylian Mbappe o'ylamasangiz bo'lmaydi. Qasma-qasma ketardim oxiga. Oddiy Ketmayman. Oxirgi ovozingiz Oxirgi eski bo'ldi. tutkichi opaga. O'ylamayman o'zi. Bo'ldi. Bo'pti. Значит, Mohiga eski tutkichi opamizga ikkita ovoz yig'ildi va siz kim edingiz kartangizni ko'rsatasiz va o'yinimiz shu joyda yakuniga yetadi va bilami Kylian Mbappe qanchalik xato qilganingizni siz eski tutkichini ko'rsatib oldingiz va Gapirmadingiz. Nimaga men shirin dedimmi men? Shirin dedim. Qanaqa gapirganini ko'rdingizmi? Oldinda o'tirib olib, stop bo'lmayapti. osh gapiring. Stop bo'ldi, Shiringa gapiring. Gapirmaysiz. Mohina Yo'q, gapiring. Prikol qilmay turinglar. Mohina ishontirish juda ham qiyin edi, chunki men bir bo'lgandi. Bularni ishontirish oson edi. O'shaning uchun bizlarni Kamera sonta ekanda bu bor. Shunaqa qilib Kylian Mbappe o'z gol urib qo'ydi. Ular doktorligini Avtogol. o'yin boshidan bilgan edim. Men aytdim, yuztalik bilan doktor dedim. Men ikkalasi mafiya dedim. Bittada bildim. Bu aytdi, komissar bo'ldi, men aniq tashab ketdim dedi. Keyin men bularni boshida komissar bo'lib, bular o'tiraverdim. Keyin qarasam bular Men jim turdi, rosa Ko'zatdi ko'zatdi. lekin. Undan oldin topib qo'ydi. Siz nima qilishingiz kerak? Hammadan ko'zatdi. Bori chop qo'ydi. Men asli bilib qolgandan keyin o'shalarni cho'qiraman deb o'yladim, sizlar o'tiraverdim. Chunki rostdan ko'zim Ketishim anidi. Rostdan ko'zim ochib qo'yib qoldim. Hammaga qarab Gapni o'tma, qarovsiz men opam bilan bo'lgan. oppa shot. Bu bilardi, men Eng ishlatish kerak edi. Bitta mafiya qoldimi, bir-birini otdi уже.
changallangan boshlarga endi kech. Mayli, keyingi o'yinga o'taylik. Okidoki, bizada birinchi o'yinimizda mafiya yutib chiqdi. Bu Shirin edi. Shirin bilan Git opamiz mafiya yutib chiqdi. Kylian Mbappeni sharobati bilan mafiya yutib chiqdi. Kommentariy ketdi. Kommentarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda Aytib ketding. bizada o'yinimizda mafiyalar g'olib chiqdi. Git opamiz va security womanimiz g'olib chiqdi. Oddiy aholi esa yutqazdi. Otdi o'zini. O'zini o'zi yo'q qildi oddiy aholi. Shunaqa qilib Shirin gapir, o'zing fikrlaring. Hammasi zo'r bo'ldi. Mafiyada Yolg'on gapirdim. men yolg'on gapirdim, lekin bu faqat o'yin uchun edi. Bu o'yinda faqat nima deydi? Kimnidir ishonchiga kirib olsangina yutasan deb o'ylayman. Ko'rib turgan eding. Endi realniy kommentlar. O'sha Siz qurbon ham o'yin kamroq sardimasida. bo'ldi. O'yinni qurboni ham kamroq bo'ldi. Kylian Mbappe bizada takoy kalladan ko'rib ketdi o'ziga o'zi. Bekarga Ispaniyaga ketmaganda. Yutishlariga bir qadam qoluvdi, lekin Ya o'zi men birinchi to'g'ri qaror dedim. Prosta meni rosa qulog'imni tiydi gapirdingiz keyin bular indamayotganiga bulardan qo'rqishni boshladi. Keyin bu yerda eng zo'r o'ynalgan maxinatsiya, ikkita mafiya bir-birini chopgani bo'ldi. O'sha ham bir-biriga zo'r maxinatsiya o'ynab ketdi. O'shanda ishlatish kerak edi, o'shanda. Mana opam men o'zim o'ldiraman deganda hayron qoldim. Ne mafiya o'zini o'ldiryapti deb. Keyin tushunib olsam, tushungandan keyin shu agar hozir opam tirik qolsa, ikkalamizdan aniq hamma shubhalanardi. Opam o'lgandan keyin ikkita opa-singil bir-birini o'ldirmaydi-da. Opam o'zini chiqib ketdi. Opam o'zini o'ldirib chiqib ketdi-da. O'zi menimcha 5 kerak. Va opamni o'lgani behudaga ketmadi. Juda ham aqlli o'yin bo'ldi. King of the match Shirin bo'ldi bizda. Eng Megami opamiz, Git opamiz bo'ldi. O'sha Megami stikerni qo'yib yuboringlar. Okey, bo'pti. Videoni ko'rgan bo'lsanglar, o'zingizlar fikrlarni kommentarda yozib qoldiringlar. Videoga obязательно like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi videolar chiqishini xohlasanglar, albatta o'zingizlarning reaksiyalarni bildirib qolasiz degan umiddamiz. Sizlar bilan prosta o'zimiz bo'ldik. Davay keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga rahmat.